Afsona villadan boshqacha mehr berib qurilgan 4 sotixli high-tech hovlimiz sotiladi. Hovlimiz ko'prikdan o'tganda o'ng qo'lda joylashgan. Kirganimizda shunaqangi uzun, kattagina darvozaxonamiz bor. Chiroyli lyustralarni o'rnatib qo'yishgan. Hovlimizda faqatgina tashqi fasad ishlari qolgan xolos. Yorug'larni ham ko'rib turibsiz, chiroyli landshaftlar qilingan, plus fontanlari ham bor. Bu tomonimizda esa kacholni xonamiz va yana bitta shunaqangi kladovkamiz bor. Kachol xonamizni ham ko'rib turibsiz, eng sifatli kachol va boylerlarni o'rnatib qo'yilgan. Bilasizlar, bu joylarda gaz, suv, svet va kanalizatsiyada muammo bo'lmaydi. Shunga qaramasdan 3 tonnali nержавейкаdan bachoklarni ham o'rnatib qo'yishgan. Bu tomon binoyimiz tagi podval qilib qo'yilgan. Ko'cha tomondan kirib kelganimizda shunaqangi kattagina hol qismimiz bor, plus konditsionerlarni ham o'rnatib qo'yilgan. Chap tomondan birinchi ko'radigan xonamiz shunaqangi chiroyli mebel jihozlarini, remontlarini qilib qo'yilgan mehmonxonamiz. Mehmonxonamizga plus ko'cha tomondan ham kirsangiz bo'ladi. Mehmonxonamiz yonida kattalikcha mo'ljallangan yotoqxonamiz joylashgan. Bu xonamizni ham ko'rib turibsiz. Barcha mebel jihozlarini qilib qo'yishgan, plus ish stollargacha ham o'rnatib qo'yilgan. To'g'rimizda esa birinchi etaj umumiy sanuzelimiz bor. O'ng tomonimizda esa yana bitta kattalikcha mo'ljallangan yotoqxonamiz bor. Xonamizda ham televizorlari va o'zining ichida alohida sanuzellari ham bor. Oshxona qismimizni o'zingiz ko'rib turibsiz. Eng sifatli maishiy texnikalari, mebel jihozlarini ham o'rnatib qo'yilgan. Uyga egalari faqat o'zim yashayman deb turib qurganlarini oshxonamizni o'zidan ham bilib olsangiz bo'ladi. Oshxonamizga ko'cha tomondan ham kirsangiz bo'ladi. Bu tomonlarga esa shunaqangi panoramli imzo brendidan eshik romlarini o'rnatib qo'yishgan. Ikkinchi etajimizga chiqqanimizda shunaqangi kattagina hol qismimiz, bu tomondan terrasamizga ham chiqsak bo'ladi. Egalarida ikkita o'g'il bo'lgani uchun ikkinchi etajimiz ikkita kelinga moslangan. To'g'rimizda shunaqangi kattagina kattalikcha mo'ljallangan yotoqxonamiz joylashgan. Mebel jihozlarini ham Xitoydan eng sifatlilarini olib keltirishgan ekan. Bu tomonimizda o'zining ham alohida sanuzellari bor. Sanuzelllarni ham ko'rib turibsiz. Boshqacha remontlarni qilib qo'yishgan. Chap tomonimizda shunaqangi kattagina mehmonxonamiz bor. Mehmonxonamizni ham ko'rib turibsiz. Chiroyli remontlarni qilib qo'yishgan. O'zining ichida konditsioner va shunaqangi kattagina televizorlari ham bor. Bu mehmonxonamizdan ikkinchi mehmonxonamizga ham o'tsak bo'ladi. Bu mehmonxonamizga ko'cha tomondan chiqish zinallarini ham qilib qo'yishgan. Xonamizning remontlarini ko'rib turibsiz. Bu tomonimizga televizor uchun joylarni tashlab ketilgan. Lyustralarni ham eng qimmatlarini o'rnatishgan. Bu mehmonxonamiz ham o'zining ichida alohida konditsionerlari bor. Xonamiz burchagida esa yana bitta shunaqangi kattalikcha mo'ljallangan yotoqxonamiz joylashgan. Bu yotoqxonamizni ham ko'rib turibsiz. Barcha mebel jihozlarini qilib qo'yishgan. Bu yotoqxonamiz ham o'zining ichida alohida sanuzellari bor. Isitish tizimlari cho'plipol va radiator orqali qo'shimcha domofon va kameralarni ham o'rnatib qo'yilgan. Hovlimizning narxini pastda egalari nomerlarini yozib qoldirganman. Bemalol telefon qilib gaplashib olishingiz mumkin.